Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xohlasa mana dehqonchilik harakatlarimizdan yana bir parcha videolarni olishni boshladik. Qo'shqotarga kelgan makkalarimiz xudo xohlasa chiqdi. Yomon emas. Holatlari bir xilgilari 5-10 ochib ekib ketgan. O'zi ko'rinyapti ham shekilli. Bir xillari shu bitta qatorga shu yonmachaga orasi ochilib ekib ketilgan, lekin 95% dan oshiqroq urug'larimiz chiqdi. Hozircha holati o'ta go'zal holatda. O'zlaringiz ham ko'rishlaringiz mumkin. Endi ancha-muncha manaqa suvni ko'llatib qo'ygan, yo bir agar chiqmay qolgan joylarimiz u yerlarda makkasi chiqmadi. Buni ochiq aytish kerak. Baribir hamma joyda ham 100% chiqavermasa kerak. Xo'p. Endi ishlovlar to'g'risida baribir savollar bo'lishi aniq. Ishlov bo'lishlar qo'sh qator yoki bir qator uni farqi bo'lmaydi. Shu bir qatorga qanday texnika yurib, qanday ishlov bo'largan bo'lsa, ana shu ishlov bo'yicha shunday davom etaveradi. Hech qanday bunga ziyoni ham tegmaydi, bunga urib olmaydi ham, tegmaydi ham. Chunki baribir har qanday ishlov qilinganda ham orasi 10-15 cm yonigacha yaqinlasha olmaydi. Buni rosa katta bo'lib ketgan orasi 10 cm bo'ladi xolos. Yoniga 10 cm bo'ladi xolos. Kultivasiya yoki bir qolgan ishlovlari, taxta tush, nimaiki ishlov bo'lishidan qat'iy nazar bunga hech qanaqa ziyon yetkazmaydi, muammo ham tug'ilmaydi. Bir qatorga qanday ishlov qilingan bo'lsa, shunday ishlov bo'laveradi. Dori solishlarda ham xuddi shunday, faqat bir qatorga kelgandan ko'ra dorini sal kuchliroq solinadi. Sababi buni juda shtugi donasi bir qatorligidan salkam 2 barobar desa ham bo'ladi. Ko'pligini hisoblasak ko'proq solinadi dori. Chunki yer yetkazib bera olmasligi mumkin. Hozircha holat shunday. Xudo xolasa yana 5-6 kunda yoki bir haftada bir to'xtamasdan videolar chiqarib turamiz. Toshi ekilish, chiqish, agrotexnikasi barchasini videoga olib qo'ldan kelgancha qo'yib turamiz. Kanalimizga joylaymiz. Silioz o'raga borib to'kilgunga qadar yoki sotilib mana shu yerimizdan chiqib ketgungacha tonnalargacha xudo xolasa videolarni olib qo'yib turamiz. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.